Do'stlar, mana motosikl, skuter, mopedlar. Bu Mazil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Hozir hammasini qisqacha shu narxini bo'likonni aytib o'tib ketaman. Bu vasxotni o'zi videolari ko'p. Baribir aytib o'tib ketay. Bu родной заводской kraskaga dokumentlari tiniq. Mana yangi obrazец texpasport, nomingizga bemalol olib sotib qilib olib o'tib ketaverasiz. Hamma narsasi ishlaydi. Mana faqat speedometr ishlaydimi yo'qmi bir qarash kerak. Troslar hamma narsasi bor. Motorlari zo'r, balonlar rossiyskiy yangi, mana spitsalar sap-sariq bo'lib turibdi. Zo'r, yurishlari zo'r, o'zim haydab ko'rdim. Shu puli bo'layotgan joy 7 million. Mana bularni hozir bir 3-4 kun Toshkentga aytdim-da, telefonga javob bera olmadim. Yana 3-4 kun o'z Kattaqo'rg'onga bo'laman-da, agar kimga kerak bo'lsa, keling ko'ring, ma'qul bo'lsa olib ketasiz. Mana chang bo'lyapti, yuvmadim, boshqa qilmadim. Bu skuterlarning ham hammasini videosi bor, bana qilib boray. Mana balonlari yaxshi, yurib turibdi. Puli bu taqalgani 5 million. Haydab ko'rasiz. Bunisi 5,5 million. Mana laboy anavlari bor. Oldi baloni yangi, 500 ming farq qiladi. Lekin ana shasi Ramani minnakina motorni ustidan o'tgan joyga svarkachasi bor. Uni ham отдельный sotaman, mayda almashtirsangiz bo'ladi. Shuni ham qo'yib yursangiz bo'ladi, uni strashniy emas. Shu. Mana mopedcha, bu o'zimni mopedchamidi, bir Samarqandlik yigitga sotdim, yana soat qaytarib oldim. Zo'r. Akkumulyatorlar qo'yib qo'yibman. Buni o'zim yangi motorlar, provodkalarini yangi qo'ydim. 4 million bo'lsa beraman, beharajat. Shu taqalgan 4 million. Ekonomishni yurishlari zo'r, motorlari ochilmagan ham. Chotki, probegi ham kichkina buni. Shu faqat naqd pulga iltimos olayotgan bo'lsanglar, kelinglar, ko'ringlar. Ma'qul bo'lib qolsa, o'zimni labom bilan qo'shimcha pul bilan yetkazib beraveraman, shu plus minus 100 kilometrgacha. Shu do'stlar.